Assalomu alaykum. Ushbu loyiha Milliy bank hamkorligida Samarqand viloyati Samarqand tuman Jo'ya Abbos MFida 599 602 603 604 627 630 317 113 konturlarda amalga oshirilmoqda. Bu yerda kartoshka ekilgan, maydoni 31-16 gektar. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqish holatida. Ekinlar yetishtirish 90 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 98 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 0,31 gektardan yer maydondan to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Shavkat Ubaydov fermer xo'jaligi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 35 tonna jami 1090 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Kelajakda ekin maydonini kengaytirish, shu orqali dehqon xo'jaligini daromadini oshirish niyatidamiz. Mana kartoshkalar holatlari.